Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2020 yili 19 dekabr shanba. Bugun men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunaman. Buning birinchisi Amerikaningki saylan masalasi bo'ldi. Bu haqda jiq gapirmaydigandim, ammo bizningki jamoatimizning ichida shu Joe Biden'ninki saylangandan shu bilingan Trumpning o'tirayotganiga qoyil bo'lmaydigan shunday ko'z qarashdagi kishilarimiz bor ekan. Bu to'g'risida bir ikki og'iz so'zlab qo'yay. Hozirgi kuchning iqish yo'nalishidan qaragan vaqtda Joe Biden'ninki 1-21 kuni kelar yili, ya'ni yangi yilning 21 kuni Oqsaroyga kirishi muqarrarlash bo'ldi. Nimishqa? Chunki 12-ayning 14 kuni Amerikaning saylam komiteti yana Electoral College'ninki tashlagan biletiga qaragan vaqtda Joe Biden 3 biletga erishdi, Donald Trump 232 biletga erishdi. Bazı shtatlar, yani halkılık, critical state, halkılık shtatlardaki biletlerde aldamçılık oldu, deb qilinayotgan arzlar rad qilinishlarga uchradi. Bu Joe Biden'ninki qonunliq shaklda, ya'ni shu saylam komiteti bekitdi emasmi, Oqsaroyga kirishiga bir yo'l ochdi. Shunga Mao seshanba kuni Cumhuriyetçiler Partisidan bo'lgan Trumpning ittifoqdoshi hem intayin kuchli huquqli bir shaxs Mitch McConnell degan bu kishi Amerikaningki Kengash palatasida uzun yil vazifa o'tagan huquqdor bu kishi o'sha seshanba kuni Joe Biden'ninki Amerikaning prezidenti bo'lganligini ham e'tirof qildi. Endi bizning odamlar nimishqa shu masalada Biden'ninki prezident bo'lishiga ishonmay, Trumpning yengilib qolganiga ishonmay shu bilindi degan vaqtda u faqat esiyat masalasi. Ya'ni Trumpning Pompeo'ga o'xshash shunday so'l qo'l vazirlari bo'lgan, Uyg'urlar masalasida qattiq pozitsiya tutgan Uyg'urlarni qo'llab, hamda Trump saylanmay qolsa, shu odamlarmi yo'qolib ketadi, shu odamlar vazifasidan qoladi. Bu odamlar qolsa biz uchun kim so'zlaydi deydigan manda bir qarashlar bor. Ammo Biden'ninki nimasiga qarasak, Biden hukumatiga qaraydigan bo'lsak, Biden hukumatining yangi tashkillangan nimalarga, odamlarga qaraydigan bo'lsak, ularning ichida o'sha kishilik huquqni ta'kidlaydigan odamlarmi bor. Ham uning ustiga Bidenning saylam komiteti o'tgan shu 7-oydagi bir bayonotida Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan qilmishlarini jinoyat, ya'ni irqiy qirg'inchilik deb bekitishga bo'ladi degan gapni qilgan. Hamda bular Oqsaroyga kirgandan keyin aşı gapni amillashtirmamdi, bunga qaraymiz. Tuniga New York vaqti gazetida bir maqola chiqdi. Ya'ni Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi munosabatni tartibga solish, ya'ni qaytadan boshlash, o'ngshash, tangshash masalasida bunda 3 masala xalqliq o'rinda turdi degan qarashni biraydan yozibdi. Birinchisi tashqi shu savdo beji, tamojna beji to'g'risida. Buningga Biden hukumati ifoda bildirib bo'ldi yaqinda. Yangidan tashkillangan Biden hukumati nima deb biz Trumpning qo'ygan tamojna bejini o'zgartmaymiz deb. Trumpning hozirgi savdo vakili Robert Lighthizer. Bu kishining o'rniga bo'ladigan ayol yoki nomzod Catherine Tai degan asli kelib chiqish Tayvanlik, Amerikada tug'ilib cho'ng bo'lgan, bir Amerikada cho'ng bo'lgan Chinese American, ya'ni Xitoy pushtin bo'lgan Amerikalik. O'zi savdo xalqaro savdo advokat deb. Bu ayolningki Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabati tutilgan maydoni aniq va kaskin ekan. Demak, menda asalli bo'ldi qilayotmaydi demakchi. Ya'ni Trumpning savdo siyosatini bilan qo'llandi. Ikkinchisi Uyg'ur masalasi. Kishilik huquq tafsandchiligini hozir dunyo bildi. Xitoyning bizga zulm silayotganini, biz haqida qilayotgan zulmlarni tinib olib, uni padazlab ko'rsatayotganliklarini dunyo bilib bo'ldi. Yog'och qozonni bir qatam osh pishidi deymiz. Bularni ikkinchi qatam pishiramaydi, chunki dunyo bilib bo'ldi. Garchi xalqaro urush jinoyatchilarini sotlash komiteti yetarli fakt yo'q buningga degan bo'lsa-mu, ammo kishilarning yig'i-zari bo'linayotgan, ko'rilayotgan fojialar bular yig'ilib, tamchi bu ko'z yoshlar yig'ilib bir kalkunda paydo qilishida shak yo'q, ammo buningga biroz vaqt ketadi. Shu Biden hukumati taxtga chiqqandan keyin, ya'ni hokimiyatni huquqni olgandan keyin Uyg'urlar masalasida Xitoyga qarata konkretni, kuchliroq, aniqroq maydonni ifodalashniki ehtimolligini aytib cho'ng. Nimishqa? Chunki bular saylan mazgilida irqiy gaplarni edi, ya'ni irqiy qirg'inchilik deb bekitimiz dedi. Ham bu Bidenning qo'lg'uchilarining ichida
kishilik huquqni qo'llaydigan kishilik huquq tarafdorlari bor, kuchli shaxslar bor. Masalan, Samantha Power o'xshash kishilar bor. Samantha Power ayni vaqtda Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchisi edi. Hozir Harvard universitetida professor. Bu ayol Uyg'urlar masalasida Xitoyga nisbatan kuchli bir pozitsiya ifodalashni targ'ib qilganlar. Shunga ba'zida biz yaxshi emas deb o'ylab qolgan ishlarning yaxshi bo'lib qolish ehtimolligi bo'ladi. Bu to'g'risida hamda jiqda datalash qilmay, bundan keyingi 4 yilni Demokratlar partiyasidan saylangan Joe Biden, Demokratlar partiyasining nomzodi Joe Biden hukumatni idora qiladi Amerikani. Uyg'urlarga foydali siyosatlarni chiqarishda, yurgizishda bir ijobiy natijalarni qo'lga keltirdi deb ishonsak, buning ehtimolligi biroz cho'ng'iladi. Bu birinchi masala, siyosiy jihatdagi masala. Ikkinchi masala Amerikaning iqtisodiy masalasi. Amerikaning iqtisodi vaboning ta'siridan degandek yuksalmagan bo'lsa, unchalar nachar emas. O'tganda 3-oyda har bir oilaga kirimga qarab turib, masalan, bir yakka odam bo'lsa 75 ming dollardan tuvan maosh olsa, 1200 dollar qilayotgan. Ayolning ikkisining maoshi 150 ming dollardan tuvan bo'lsa, 2400 navatgan, har bir bolasi 600 dollardan pul berganmi, 500 dollardan pul berganmi, shunday bergan. Bu qitim u chaqda 2 trillion, ya'ni Amerikaning 1 yillik milliy daromadining 10%ga yaqin pulni taqatgan. Bu qitim, ya'ni 160 million tak adam onunla erişken. Bu qitim bu yılda qılanmadı onu. İkinci qitimlik gıdıqlıqıca çek, gıdıqlıqıca pul. Yani xalqning aholilarning qo'liga pul kirgandan aholilar uni qajlaydigan bu pul istimal, oxirgi hisobda iqtisodni ilgari suradigan narsa istimal. Xalqning qo'liga pul kirsa, kirim bo'lsa, xalq bu pulni qajlasa, tijoratlar, savdolar yurishdi degan gap. Bu qitim 1 trillion atrofida, ya'ni 908 milliard dollar atrofida, ya'ni g'idiqlik chakni taqtish, pulni taqtish loyihasi muzokara qilinyapti. Bu bo'lib qolsa, birinchi oylarda bo'lishi mumkin. Keladigan pul 1200 dollar bo'lamdi yoki 600 dollar bo'lamdi. Zot qanday qildi bu to'g'risida hozir kelishmayapti. Ish qilib birinchi oyda ko'pchilikka, ya'ni kirimi shu ma'lum bir sommadan to'van bo'lgan aholilarga, hatto ularning bolalarga muayyan bir pulni kelish mumkinchiligi bor. Shunga bu ikkinchi masala, bu to'g'risida ashunchalik bilib qolsak bo'ladi. Uchinchi masala biz Uyg'urlarga aloqador bir masala. Bu Uyg'urlarga aloqador bir masala nima desa, to'nögun Amerikadagi musulmonlar, nurg'un musulmonlar tashkiloti Saudiya Arabistonda markazi bo'lgan Dunyo islom tashkilotiga xat yozib, ularning Uyg'urlarning masalasida, ya'ni Uyg'ur musulmonlarga Xitoyning qilayotgan zulmlar haqida sukut turib qolmasdan, balki Xitoyni qo'llagandek pozitsiya tutganligini aybladi. Ya'ni hozir qaraydigan bo'lsak, dunyodagi musulmon jamiyatlarining ichida, allarning ichida Angliyadagi, Amerikadagi musulmon tashkilotlari va ayrim shaxslar Uyg'urlarni qo'llab, shu dastak berib so'zlayapti. Bu tunugin Al Jazeera'da chiqqan xabarda Amerikadagi musulmon kishilik huquq advokati Ömer Sulaymanov shunday bir aylanning bir gapi bor ekan. Xitoy o'zining iqtisodiy kuchiga tayanib, musulmon ellarninki qonidni bo'g'ib oldi. Shuni bularni og'izni ularning ig'zini Uyg'urlar masalada ig'iz ochumidi degan bir gapni debdi. Ya'ni ular Falastin masalasi so'zlaydi, Pokistondagi, Hindistondagi musulmonlar masalasi so'zlaydi, yo'q, lekin Uyg'urlar masalasi so'zlamaydi. Xitoyning o'sha yomonlikni qilishi yontoyoq bo'layapti deb ayblash tariqasida shunaqa qilibdi. Bu narsalarni bilib qo'yganimiz yaxshi. Bu ayblash ularga qanchalik ta'sir ko'rsatdi, biz uni uqmaymiz. Shu vaqtcha ko'rsatmagan, bizning to'kkan ko'z yoshlarimiz, bizningki cho'qallarimiz ularga shu vaqtcha yetmagan. Menimcha ularga ketib ketmasligi mumkin. Qo'lig'ini bir yo'pirib olgan gapga buni bilib qo'yganimiz yaxshi. Shuning bilan men bugungi gapni mishada to'xtatay. Rahmat sizlarga.